Onangiz yonida bir zum o'tirib, mehrli ko'zlarga bir to'yib qarang, dunyo ishlarini bir chetga surib, onasi hayotlar onangiz asrang. Hayotda ketganda qadri bilinar, tomoqqa hattoki suv ham ilinar. Pushaymon bo'larsiz, bag'ir tilinar. Onasi hayotlar onangiz asrang. Qalbini g'am alam qamrab olmasin, yo'lingizni kutib ko'zi tolmasin, keksaygan ko'nglida armon qolmasin. Onasi hayotlar onangiz asrang. Assalomu alaykum. Bugungi hikoyamiz qahramoni Ro'zixon buvi. Bular 65 yoshdalar. Oyoqlarini, ikkala tizzalarini og'rib, yurolmaslikdan Hindistonda Belkamax klinikasiga shifo izlab kelganlar. Ro'zixon buviga Allohimdan shifo so'rab, duolaringizni eslab qo'yishlaringizni so'rab qolardim. Inshaalloh dushanba, seshanba operatsiyalardan sog' salomat chiqib olsinlar. Hammalaringizni Allohim uchun yaxshi ko'raman. Opa, sizlarga ikkilasar tilsa yomon bo'lib kelgan ekan. Buni ko'ryapsiz-ku, siz yurolmayapsiz-ku. Shuning uchun yurolmayapsiz. O'sha uchun sizda tezda transplant bo'lasizmi? हाँ एक मिनट इसका ये डायबिटिक है क्या siz saxar kasal emassiz, ha? Saxar yo'q, diabetes yo'q. 7.3 आ रही है Saxar ham chekdi sizda. Siz bilmaysiz. Hozir tekshirdik, saxar ham chekgan. Bitta endokrinologga ham ko'rsatamiz. Undan keyin nima yozib bersa, dori yozib beradi, uni kontrol qilib turamiz. Keladigan haftada tezda almashish kerak. Inqilob savob qilish kerak.